Bugun 1-dekabr Butunjahon OIDSga qarshi kurashish kuni munosabati bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonalari rahbarlari, OIDSga qarshi kurashish markazi, sanitariya qo'mita vakillari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasida OIDS va OIF bo'yicha epidemik vaziyat yuzasidan ma'lumot berildi. Qayd etilishicha, bugungi kunda 48 mingdan ko'proq OIF infeksiyasi aniqlangan fuqarolar biz bilan birga yashashmoqda. E'tiborlisi, bu oxirgi 2 yil davomida ilk marotaba 1986-1987 yildan boshlab qayd etilib, bugungacha yig'ilgan raqamlardan iborat ko'rsatkich hisoblanadi. Shuningdek, OIF infeksiyasi aniqlangan ayollar 46%, erkaklar 54% tashkil etmoqda. Hududlar kesimida esa OIF infeksiyasi aniqlanganlar bo'yicha yuqori ko'rsatkich Toshkent shahri, Toshkent viloyati hamda Samarqand viloyatida qayd etilgan. SPIDning asosiy yuqtiruvchilari kimlar bo'lib chiqmoqda? Umuman har bir tarqalayotgan usullarning ko'rsatkichlariga to'xtalsangiz. OIV infeksiyasi bilamiz 3 xil yo'l bilan yuqadi. Jinsiy, qon orqali parenteral deymiz va vertikal yo'l bu onadan bolaga bevosita homiladorlik, tug'ruq va farzand tug'ilgandan keyin ko'krak suti bilan oziqlantirish orqali OIV infeksiyali shaxslardan farzandiga yuqish mumkin. 3 xil yo'l bilan yuqadi. Va bu ko'rsatkich joriy yil 10 oy holatiga jinsiy yo'l bilan yuqtirib olish holati OIV infeksiyasi aniqlangan fuqarolarimiz orasida 77% tashkil qilmoqda. 10% holatda parenteral teri butunligini va shilliq qavatlarning buzilishi bilan bog'liq holatlarda yuqtirib olish holati mavjud qayd etilgan. Va onadan bolaga, ya'ni vertikal yo'l orqali yuqtirib olish holati joriy yil 10 oy holatiga 0,2% tashkil etadi va bu ko'rsatkich 0% ga tushirish, ya'ni umuman onadan bolaga yuqtirib olishni to'xtatish, cheklash oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va O'zbekiston Respublikasi ushbu bo'yicha xalqaro sertifikat olish arafasida turibdi. Qolaversa, O'zbekiston prezidenti tomonidan mamlakatimizdagi OIDS kasalligi bilan bog'liq vaziyatga alohida e'tibor qaratilib, joriy yilning 20-yanvarida 14-sonli qarori qabul qilingani ahamiyatlidir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi tomonidan 2030-yilga borib OIF epidemiyasiga barham berish uchun 95-95-95 strategiyasi olg'a surilgan mazkur qaror doirasida, shuningdek, OIF infeksiyasini yuqtirib olgan shaxslarning 95% o'zining OIF maqomini, ya'ni organizmida OIF mavjudligini bilishi, 95% OIF yuqtirib olganlar maxsus davolash kurslari bilan qamrab olinishlari hamda 95% esa qonida virus yuklamasi aniqlanmaydigan darajaga tushishiga erishishi maqsad qilingan. Respublika OIDSga qarshi kurashish markazi va chegara bilmas shifokorlar xalqaro gumanitar tashkiloti bilan o'zaro hamkorlikda yo'lga qo'yilgan mobil laboratoriya joriy yilning o'tgan 10 oyi davomida tasdiqlangan rejaga muvofiq Toshkent shahar va viloyati hududlarida jami 164 ta chiqishlarni amalga oshirgan. Ushbu chiqishlar davomida jami 5551 nafar fuqarolar OIF, gepatit C va sifilisga tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan. Natijada jami 437 nafar shaxslarda musbat natija qayd etilib, ularning 41 nafarida OIF, 302 nafarida gepatit C va 94 nafarida sifilis kasalligi aniqlangan. Ushbu aniqlangan musbat natijali shaxslarning barchasi bilan navbatdagi diagnostik tekshiruvlar va davolash ishlari olib borilishi uchun tegishliligi bo'yicha yo'llanmalar berilgan. Bizga ma'lumki, SPID bo'yicha ko'rikdan o'tish bu ixtiyoriy sanaladi. Bu borada yangicha yechim tartiblarni joriy etishning vaqti yetmadimi ekan? Savolingiz uchun rahmat. Bizda OIV infeksiyasiga tekshiruv nafaqat ixtiyoriy, balki majburiy hamda g'ayri-ixtiyoriy tartibda ham amalga oshiriladi. Sababi respublikamizda 353-sonli qonun 15-moddasiga asosan ma'lum bir aholi qatlami majburiy tartibda OIV infeksiyasiga tekshiriladi. Masalan, bular nikohlanuvchi shaxslar, donorlar, OIV infeksiyasi aniqlangan fuqaroning jinsiy sheriklari, OIV infeksiyali fuqarolarimizdan tug'ilayotgan farzandlar, tibbiyot xodimlari muntazam tartibda davriy ravishda OIV infeksiyasiga majburiy tartibda tekshiriladi. Mehnat migrantlarimizga keladigan bo'lsak, mehnat migrantlarimiz, ya'ni xorijiy davlatdan 3 oy va undan ortiq muddat chet davlatda bo'lib, o'z vataniga qaytib kelganda OIV infeksiyasiga tekshirilish yuzasidan 2018-yilda 8 ta tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda qo'shma tartib joriy qilingan va shu tartib asosida O'zbekiston Respublikasiga kirib kelgan mehnat migrantlarimiz, uzoq muddat mehnat migratsiyasida bo'lib kelgan fuqarolarimiz hududiy oilaviy poliklinikalar orqali OIFga tekshiruvga jalb qilinadi. O'zbekiston hududiga kirib kelishi bilan chegara xizmatimiz bilan integratsiya qilingan ma'lumotlar bazasi mavjud, ya'ni ro'yxatga olinadi. Bu ro'yxat bilamiz juda ham qisqa vaqt ichida shakllanadi. Ro'yxatdan o'tgan fuqaro elektron ma'lumotlari shakllanadi va bu ma'lumotlar o'sha tartib asosida shahar, viloyat, tuman
shtablariga ma'lumot taqdim qilinadi va u shtablar orqali oilaviy poliklinikalarga kelib tushadi. Bugungi kunda tekshirish uchun respublikamizning hududlari bo'ylab oson va tezkor usullar joriy etilgan bo'lib, ilk bor 124 ta manzilda haftaliklar tashkil etilayotgani ayni muddaodir. Joriy yilning 27-noyabr sanasidan boshlab 5-dekabrgacha davom etayotgan mazkur haftaliklar davomida istalgan shaxs ushbu manzillardagi test tekshiruvlaridan o'tishi va 20 daqiqada o'z maqomini belgilab olishi mumkin. Bu bo'yicha axborotlarni esa ayni paytda jamoat transportlari, aeroportlar, bozor va supermarketlar, shuningdek aholi oqimi katta bo'lgan manzillardan olish mumkin. Kasallik mavjudligi aniqlangan shaxs bilan qanday muomalada bo'lish kerak? Balki bu bo'yicha madaniyatni shakllantirish vaqti kelmadimikin? Chunki bu kasallik haqida eshitgan odamda vahima paydo bo'ladi. Bugungi kunda millatimiz, xalqimiz mentalitetiga to'g'ri kelmaydigan infeksiya degan tushuncha shakllanib qolgan, ammo bu noto'g'ri fikr. Sababi OIV infeksiyasi hayot tugadi degani emas. OIV infeksiyasidan hech qaysi bir fuqaro, hech qaysi bir kasb egasi yoki bo'lmasam qaysidir jins vakillari himoyalanib kafolatlangan emas. Va bizni OIV infeksiyali fuqarolarimiz orasida, ularni aholimiz orasida stigma, diskriminatsiya, ya'ni kamsitish, tamg'alash bu inson huquqlariga ham to'g'ri kelmaydigan holat deb bilamiz va ushbu OIV infeksiyali fuqarolarimizni jamiyatdan ajratib qo'yish noto'g'ri fikr. Bu aynan xulq-atvorga bog'liq bo'lmasdan turib ham, ya'ni yomon xulq-atvorga ega aholida uchraydi degan tushuncha noto'g'ri. Oddiy aholi qatlami ham ushbu infeksiyani agarda xavf omillari mavjud bo'lsa, yuqtirib olish xavfi mavjud, ehtimoli yo'q emas. Oddiy misol, maishiy tibbiy xizmat ko'rsatish shoxobchalariga yoki bo'lmasam xabardorligi bo'lmasa, aynan o'sha xizmat ko'rsatuvchidan alohida o'zi uchun jamlanma ishlatilayotgan instrumentlarni zararsizlantirilganligi yoki bir marotabalik ishlatiladigan instrumentlarda ishlatilishini maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari talab qilmasa, qayta ishlatish oqibatida ham ushbu infeksiyani yuqtirib olish xavfi mavjud, yo'q emas. Shuningdek, betartib jinsiy hayot kechiruvchilar o'rtasida, ya'ni hayot tarzi, sog'lom turmush tarziga amal qilmagan holatda ham himoyalanmagan jinsiy muloqotga kirish orqali ham yuqtirib olish xavfi mavjud. Shuning uchun aholimizdan bu borada ogohliklarni oshirish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish, oilasiga, turmush o'rtog'iga sodiqlik, tibbiy va maishiy xizmatga murojaat qilganda o'zlarini bilim saviyalarini yuqori darajada bo'lishini ta'minlashlari, salomatliklariga qayg'urishlari va o'zlarini sog'liqni saqlash sohasidagi huquqlaridan foydalanishlarini, aynan bir marotabalik ishlatiladigan tibbiy buyumlar yoki notibbiy buyumlarni ishlatilishini talab qilishlari huquqlari mavjud.